Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 28-oktyabr. Oktyabr faslini ikkinchi oyining yakuni. Xudo xohlasa oz qoldi. O'tlash jarayoni tugash arafasida. Amofoscali o'g'itlar berib borilyapti. Sizlarga men ko'rsatmoqchi bo'lganim hamdon pistani changchisi bu. Changchi ya'ni erkak pista. Buni mana hosil ko'taklaridan bilinib turibdi. Hosil ko'taklari juda zich joylashgan, katta. Juda ham changchi pista ona pistaga nisbatan ko'p kurtak hosil qiladi, hosil kurtaklar. Sababi bu ko'p pistalarni changlatish kerak. O'shaning uchun hosil kurtaklari ko'p, keyin katta bo'ladi, dumaloq katta bo'ladi. Farqi shunda. Endi bu pistaga o'tgan yil oziqa kam bo'lgani uchun yaxshi o'smagan. Shuni yaxshi o'sishligi uchun mana Amofoscali berilyapti. Ertaga gullarni ham yaxshi gullab, yaxshi changlatish uchun kerak o'g'itlar. Bahorda yaxshi o'sish uchun azot beriladi. 2 bosqichda. Xudo xohlasa mana shu changchi pistani ham